Turon avtoga kelib, mashinangizga oid barcha xizmatlarni bitta joyda bitirib ketsangiz bo'ladi. Ofitsialniy GM avtomobillarimizning xolislik muddatli to'lovga, xolislik naqd asosida 1 soat ichida nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xolislik chet eldan kirib keladigan inomarka avtomobillarimiz ham bor. Benzin dvigatel deysizmi, elektromobil deysizmi, gibrid deysizmi, barchasidan bor. 1 soat ichida nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Va yana notarius va bank xizmatlarimiz ham mavjud. Sergelidagi eng katta mo'kaladan hisoblangan avto yuvish xizmatlarimiz ham mavjud. Va yana avtoservis xizmatlarimiz ham mavjud. Bu yerda o'z ishini mutaxassislari, vulkanizatsiya deysizmi, ofitsialniy moya alishtirish xizmatlari deysizmi, detailing deysizmi, barchasi bitta joyda jamlangan. Avtomobilinglarni mo'kaga yoki servis sentrga tashlagandan keyin vaqtinglarni maroqli o'tkazish uchun Turon pizzaga kirib, juda ham mazali bo'lgan pizzalarimizdan tanovul qilishingiz mumkin. 24 ga 7 ishlaydigan Turon evakuator xizmatlarimiz ham mavjud. Qisqacha bo'lsa ham Turon avto bilan tanishib chiqdinglar. Xullas, kelishsizlardan qolgan xizmatlar bizda. Barchalarni Turon avtoda kutib qolamiz.